Islomni davlat dini qilgan O'zbekxon o'zining nasroniy o'gay onasiga uylanganini va Oltin O'rda aslida qayerdan kelib chiqqanini bilasizmi? Islom Mavarounnahrga 7-asrdayoq kelgandi. Ammo shimoldagi Oltin O'rda hanuz butparastlik botqog'ida yashar edi. Xo'sh, Oltin O'rda o'zi nima edi? Bu Chingizxon to'ng'ich o'g'li Jo'chxonga qoldirgan, tarixda Jo'chi ulusi deb atalgan ulkan imperiya edi. 1313-yilda taxtga kelgan O'zbekxon mo'jiza yaratdi. Tarixchilarning yozishicha, Zangi ota muriklarining da'vati bilan u atigi 8 yil ichida bu imperiyani to'liq islomga kiritdi. Va u tarixdagi eng qudratli ko'chmanchi imperiyaning davlat diniga aylantirdi. Shuning uchun bu hudud faxr bilan O'zbek ulusi deb atala boshladi. Ammo u o'zining marhum otasidan qolgan o'gay onasi, Vizantiya imperatorining qizi, nasroniy malika Bayalunga uylangan edi. Islom qonunlarida bunga ruxsat yo'q edi. Lekin qadimgi yovvoyi dasht qonunlari va qudratli xonning siyosiy maqsadi hatto ba'zi shariat qoidalarini ham aylanib o'tishga majbur qilgan edi. Xo'sh, O'zbekxon davrida yengilmas bo'lgan bu Oltin O'rda qanday qilib Amir Temur va To'xtamishxon o'rtasidagi qonlik urushga sabab bo'ldi? Sohibqiron bu ulkan saltanatni qanday yanchib tashladi? Olamni titratgan bu qonli jangni keyingi qismda yoritamiz. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.